Assalomu alaykum, hurmatli hamqishloqlar, millakudurliklar. Mana bugun biz hozir peshin namozidan ketib, Husanxon akam, Shermuhammad, Yoqubjon o'zimiz hofiz o'tganmiz. Bilan birgalikda mana Yo'ldashar akamni xonadonlariga keldik. Mana shu boylarimizni, ukamizni qishloqdagi ko'pchilik xabari bor. Jigar xastaligiga uchragan, buni fan tilida jigar sirozi deydi. Mana shu ukamga yordam qilish maqsadida shu o'zimizning millakudurliklar qishlog'idagi xalqqa suyangan holatda shu yerga keldik. Kelishimizdan asosiy maqsad bu ukamni xastaligiga jicha mablag' yetishmovchiligi bo'lyapti. O'sha mablag' yetishmovchiligini qishloqdan murojaat qilib yig'ib, davolatib, agar operatsiya lozim bo'lsa, operatsiyasiga ketadigan mablag'ni yig'ib, harakat qilib yordam ko'rsatmoqchimiz. Shu qishlog'imizda xalqi bilan birgalikda, chunki biz Millakudin qishlog'iga ishonamiz. Bular hech qaysi bizga murojaat qilgani yo'q. Biz o'zimiz ixtiyoriy bu yerga keldik. Buni anchadan bas xabarimiz bor edi. Shunga hurmatli hamqishloqlar, mana Yoqubjon ukamiz bugun karta tashlaydi. Kim qanchaga qodir bo'lsa yordam qilsak, qo'ldan kelganicha yordamni qilib, buni kerakli joyga mutaxassislarga ko'rsatib, kerakli davoni qilib, shu operatsiya desa operatsiyaga, boshqa muolaja desa boshqa muolajaga tayyorgarlik ko'rib, shu ukamizga pensiya xolis yordam qilmoqchimiz qishlog'imizni ko'magi bilan. Ho'jaka bilan narsa deng o'zingiz. Jumla mu'miniga insof bersin, iymon bersin. Amin. Shu bitta bir kasalga qilingan yordam qiyomatda Xudo xolisa jannatga kirishiga zahira bo'ladi inshaalloh. Amin. Buni dardiga o'zi shifo bersin Allohim. Amin. Oldingizda ko'rmaganda bo'lib ketishni Xudo nasib o'zi qilsin. Hammamizning maqsadimiz shu bitta ham qishlog'imiz yaxshi bo'lib ketishiga harakat qilish. Amin. Kim yordam qilgan bo'lsa, kim qo'ldan chiqarganini bersan bo'lsa, shu bergan mablag'i oxiratga zahira bo'lsa, o'qimagan namoz, tutmagan ro'za, qilgan gunohlarga kaffora bo'lib, ikki dunyo saodatdan nasib qilsin. Allohu akbar. O'sin iloyim. Alloh. Shifo bersin. Bemor ukamiz mana shu ko'ylagingizni ko'tarib olsa, bolalarda ish bormi, operatsiyaga qilmasa bo'lmaydigan holatda. Salomatlik, omonlik, ko'p tursa qo'ldan kelgan duo qilib qo'yasizlar, Alloh shifo bersin. Xudo shifo bersin.